Rahmdillik inson qalbini yumshatadi. Rahm qilgan odam atrofiga ham yaxshilik tarqatadi. Qadimda mamlakatlarning birida dahshatli jazo turi bor edi. Aybdor deb topilgan odamlarni och sherlar qafasga tashlab, ularni yem qilardilar. Odamlar esa yig'ilib bu dahshatli manzarani tomosha qilardi. Bir kuni navbatdagi aybdorni jazolamoqchi bo'lishdi. Gunohkor xo'jayinning uyidan qochib ketgan bir qul edi. Baland devorlar bilan o'ralgan maydon o'rtasiga qulni turg'izib qo'yib, 10 kun davomida och qoldirilgan sherni qo'yib yuborishdi. Bechoraga vajohat bilan bostirib kelayotgan sher birdan to'xtab, qulning qo'llarini yalay boshladi. Bu holatdan hamma hayratda qolgan edi. Quldan buning sababini so'rashganda u shunday dedi: "Bir vaqtlar bu sherni o'rmonda uchratib qolgan edim. Panjasiga bir tikan botgan ekan. Og'riqdan tinmay ingrardi. Qo'lidan tikanni olib tashlaganimdan so'ng u bilan do'st bo'lgan edik." Bu voqeani eshitgan odamlar juda ta'sirlanib, qulni ham, sherni ham ozod qildilar. Ular qulning orqasida mushuk kabi aylanib yurgan sherning harakatlarini hayrat bilan tomosha qilib qolishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam naqadar to'g'ri aytganlar. Rahm qilganga Alloh ham rahm qiladi. Siz yer yuzidagilarga rahm qilingki, osmondagilar ham sizga rahm qilsin.